Narx-navolar bilan bitta tanishamiz. Bizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yasizlar. Captiva'miz 2013 3 tur qilingan, kraskalari toza, narx pulga $13.500. Epica'miz 2008-yil, narxi $5.500. Holati va shikkalab turibdi. Cobalt'imiz 2019-yil, narxini $9.200 deyishgan ekan, egalaridan so'ramasdan $8.900 qilib qo'yib berdi. Lada Vesta'miz uzuni bo'ladi, hech qanaqa aybi yo'q, avtomat korobka. Narxi $8.800 ga Nasiya savdoga ham chiqib ketaveradi. Arlandovimizda $10.000 qo'ygan edik, $9.500 ga tushirdik. Laboyimiz 2025-yil 3000 kilometr yurgan, turta yumshoq balon, gazlari qo'yilgan, orqalariga ham pon xarajat qilib qo'yishibdi. Narxi 99 million so'm qilib belgiladi. $5.000 qilib belgilagan biz Nasiya savdoga mana shu $5.000 pulni o'zini pulini bo'lib to'laysizlar. Kamazimiz 2025 yurmagan, bis probek, turta yumshoq balon. O'zini balonlar turibdi ekan. Narxi naqd pulga 93 million so'm qilib belgiladik. Agar Nasiya savdoga bo'lsa, shu davlat narxidan olib beraverasiz. Bu mashinamizda $2.400, $2.700 ekan. $2.700 ga qo'ygan edik. Faxriyorjon necha pul qildik? $2.600 ga qo'yib yubordik. Ushbu ko'rib turgan mashinalarning hammasini bemalol Nasiya savdoga banklarni aralashtirmasdan xarid qilsalaring bo'ladi. Bunaqasi faqat NBNda bo'ladi. Bizga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'ysangiz, xursand bo'lgan bo'ladi.